ئاقساراينىڭ جۈمە كۈنى ئىلان قىلغان باياناتىدا كۆرسىتىلىشىچە، ئامېرىكا پرېزىدېنتى جو بايدىن بىلەن خىتاي پرېزىدېنتى شى جىنپىڭ دۈشەنبە كۈنى توردا كۆرۈشكەندە ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىنى مۇزاكىرە قىلىدىكەن. يىغىندىن بۇيان تەيۋەندە يۈز بەرگەن ئۆزگىرىشلەر، شەرقىي تۈركىستان ۋە خوڭكوڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ۋە خەلقئارا سودىغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر سەۋەبىدىن ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەت كۈچەيدى. باش شتابى نيۇ-يوركقا joylashgan kishilik huquqni kuzatish tashkiloti kelar yili Beyjingda o'tkazilgan qishliq olimpik tanaharkat musobaqasini qo'llaydigan shirkatlarning Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qaratgan bostirishiga ko'z yumganligini aybladi. Mazkur tashkilot Xitoyning Sharqiy Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi degan ko'z qarashini ifodalash bilan bir vaqtda olimpik tanaharkat musobaqasining asosli qo'llovchilarining Beyjingga besim ishlatib, kishilik huquq dafsandichiligini oxirlashtirishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Qozog'istonda benzin va dizelning davlat sirtiga chiqarilishi 6 oy cheklanadi. Qozog'istonda Energiya ministrligi va davlat bexatarlik komiteti imzolagan bir qaror bilan davlat ichidagi ehtiyojning eshishi sababidan benzin va dizel yoqilg'isini quruqlikdan import qilish 6 oy cheklandi. Amerika bilan Qatar kelishimi imzolab, Qatarning Amerikaning Afg'onistondagi diplomatik vakillarini ustiga olganligini belgiladi. Amerika tashqi ishlar ministri Antoni Blinken va Qatar tashqi ishlar ministri Muhammad bin Abdurahmon Al-Sani tunugun Washingtonda kelishimi imzolab, Qatarning Amerikaning Afg'onistondagi vakiliga aylanganligini e'lon qildi. Yaqinda nomini Metaga o'zgartgan Facebook shirkati raqibi Microsoft bilan hamkorlik o'rnatib, o'zining xizmat boshlig'i qurolini Microsoft Teams bilan birlashtirib, kelgusidagi Metaverse hamkorligining yo'shirin bishoratini berdi. Metaverse o'xshamagan uskunlarni ishlatib, kishilarning o'rtaq mavhum muhitda uchrashishiga kafolatlik qiladigan bir sistemasini ko'rsatdi. Türkiye raisi Erdoğan raqamlik davrdagi yeşil texnika va aqllar shaharlar temasidagi demokratiya va erkinlik aralığında o'tkazilgan Türk davlatlari kengashining 8-qatimliq uchrashishining bir qismi sifatida O'zbekiston prezidenti Mirziyev va Qirg'iziston prezidenti Japarov bilan ko'rishdi. 12 noyabr 1933 va 1944 yillari Şərqi Türkistonda qurilgan cumhuriyetlarning qurilganligining xotir kuni. Şərqi Türkistonda 1933 yili va 1944 yili 11 oyning 12 kuni 2 qatim mustaqillik davlat e'lon qilindi. Bu sababdan ikki cumhuriyetning xotir kuni Şərqi Türkiston davlat bayrami sifatida tabriklanadi. 12 noyabr Şərqi Türkiston xalqi uchun intayin muhim ahamiyatga ega. Mustaqil Şərqi Türkiston Cumhuriyetlerining xotir kunida Dünya Uyg'ur qurultiyi Çığının poytaxti Pragada ochiladi. Yig'inga qatnashgan Şərqi Türkistonlik akademiklar va faoliyatchilar biz 12 noyabr Çığının poytaxti Pragada Şərqi Türkiston Cumhuriyetlerining qurilganligini xotirladik. Biz qayta qurishning yo'l xaritasini muzokara qilamiz degan uchurni jakarıldı.